Ovozliq kitob abditoni. Farzand tarbiyasi haqida 700 taklif. Asli avtori Abdullah Muhammad Abdulmuti. Özleştirib tayyorlovchi Muhammad Amin Bishorat. Tahrirlovchi Habibullah Matqurban. Ovozda Muhammad Mushir. Kirish so'z. Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola-chaqanglarni do'zaxdan saqlanglar. Tahrim surasi 6-oyat. Sizlar hammanglar padichi, o'z padanglarga mas'ulsizlar. Boshliqmi padichi va o'z padisiga mas'uldir. Er kishimi padichi va o'z padisiga mas'uldir. Ayol kishimi padichi va o'z padisiga mas'uldir. Xizmatkormi padichi va o'z padisiga mas'uldir. Demak, sizlar hammanglar padichi va cho'qim o'z padanglardan suol qilinsizlar.